Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joyiga o'rnadi. Bu yer Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon sentrining o'zida bo'ldi. Bu yerga ikkita rom, ikkita ikki qanotli eshik, ikkita bir qanotli eshik qo'yib berganmiz. Bu yer Akfa original mahsulotlariga bo'ldi. Oq rangda ikki qavat stikla paket bo'ldi. Past tomonlari Evrika gul yonida. Xolasa ligirovkalar hamma yo'q, yengil holatda bo'ldi. Hop, razmerlar bilan tanishtirsam, bu 35 ga balandligi, bu 70 lik ikkita rom bo'lgan. Bir xilda bu 68 bo'lgan balandligi. Eshigimiz razmeri bu 27 ga balandligi 240 bo'lgan. Shu holatda. Ikkovi ham bir xil. Bu yerda esa ikkita fortishamiz bor. Hop, 55 ga 47 shu atrofida fortishi bor. Hammasi tashqi ko'rinish gulli, tepalari oq ayni bo'ldi, ikki qavatdan. Hop, 3 tadan zapaska karatlari bor. Turlanishlari yengil. Ichkaridan ham bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p. Ichkari ko'rinishlari xuddi shu holatda. Petlilari, oshib hamma yo'q. Akfani xudo xolasa 100% mahsulotlaridan bo'ldi. Hop, bitta endi ishimiz tugayapti. Bu yerda qolibdi. Hop, ichkari ko'rinishlari alyuminiy butulchida bo'lgan, to'liq holatda dorilangan 100% Akfa mahsulotlaridan. Mana ko'rayotgan bo'lsa, delfin ruchkalari. Eshigimiz oshib-moshilari hamma yo'q to'sha holatda. Xo'p, narigi tomonni ichkaridan ko'rsam, taylari aytgandek arkafon bo'lgan. Quyoshga, udarga chidamliligi yaxshiligi uchun hozirgi paytda ko'proq arkafondan foydalanyapmiz. 35 lik patagonilari bor. Ichkaridan narigi romni ko'rsatganimda ko'rgan bo'lsanglar, hop bunisini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana patagonli kirishkalari, 35 lik patagonilari, 40 lik patagonni aytgandek. 40 lik patagonilari bor. Ichkarida efketkalarini shilib qo'yishibdi. Bu holat shu holatda bo'lgan. Eshigimiz bor, ichkarida sanuzel eshigi. Bu sal arzonroqdan bo'ldi. Xo'p, taylar 2 kamera plastmassa lambre, razmerlari 67 ga 205 bo'lgan. Ligirovkalar bu xolasa yengil. Bitta qo'lda bu tomonlarni ham zich yopishgan. Xo'p, ichkari kirganda bu tomonda yana bitta eshigimiz bor. Buni ham razmeri pashti 1 xil 65 ga 2 metr bo'lgan. Evrika gulli, 2 qavat, hamma aynilari fortishalarimizgacha 2 qavat oyna bo'lgan, dorilangan, xudo xolasa 100% holatda. Hop, ochilishlari mana qaychi mexanizmdan foydalanganmiz. Xudo xolasa qaysi holatda bo'lsa turaveradi mana. Xo'p, bularni ham lekin materiallarida arzonroq bo'lsa-da, oshir-moshirlarini hammasini, rezinkalarini polностью Akfani o'zini ishlatganmiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, shu joyimizni hamma yerdan olib kelib o'rnatib berishlari. Hop, ikkita eshik, ikki qanotli, ikkita bir qanotli eshik, ikkita shunaqa rom bo'lgan, ikkita fortishga. Hop, hammasi bo'lib o'sha summada 9.200 ming so'm bo'ldi. Aytib o'tganimizdek, hamma yo'llari shu holatda bo'lgandek. Hammaga rahmat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilib olsalar, ishlarni garantiyali, sifatli qilib yuborib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga kattakon rahmat.